Bugungi videoroligimizda YouTuberlar hamda obunachilarim o'rtasida challenge bo'ladi. Bu challenge da ular ikkita jamoaga ajralib o'z bazalarini qurishgan va men ularni ko'rib chiqaman. Do'stlar, obunachilarning Telegram kanalini tanlab olaman. Agar sizlarning videoda qatnashishga keladigan bo'lsa, mana shu Telegram kanalga o'tib obuna qo'yishni unutmanglar. Mana shu yerdan agar omadinglar kelsa, sizlar ham chiqib qolishingiz mumkin do'stlar. Shuning uchun obuna qo'yishni unutmanglar. Qanday videoga ketdik. Xo'sh do'stlar, mana bizning yonimizda ikki tarafimizda YouTuberlar hamda obunachilarimizning qal'alari, ya'ni bazalari. Xo'sh, men YouTuberlarnikidan boshlayman. Xo'sh, meni kirgizasizlar bu yerga. Ya'ni men buni obunachilarimga ko'rsataman va obzor qilaman do'stlar. O'zi shuning uchun ko'rgansizlar, to'g'rimi? Demak, endi menga eshikni o'zingiz ekan ochib, tanishtirib, qarochi meni ichkari bilan tanishtirib qo'ysanglar, ichkariga olib kirsanglar, keyin obunachilarim sizlarning qal'alarga baho beradi. Qani bo'lsam, juda ham ajoyib, yaxshi. Yaxshi, xo'p. Mayli bo'lmasa men ko'raveraman, sizlar mana shu yerda turib turaveringlar. Do'stlar, men ko'rib turibsizlar, bularning full bazasi Bedrockdan va biz buni obzor qilishga o'tamiz do'stlar. Bu yerda esa 07 bor ekan va bu juda ham ajoyib mashina. Men bu mashinani juda ham yoqtiraman do'stlar. Wow, menyulari ham bor do'stlar. Pоворot, chiroqlar, hammasi juda ham ajoyib do'stlar. 07 meni eng yoqtirgan mashinalarimdan biri hisoblanadi va ship-show mashina do'stlar. Mana qaranglar, farlari yonar ekan. Men farasini o'chirib qo'yaman, akkumulyatori o'tirib qolishi mumkin. Shuning uchun o'chirib qo'yamiz. Xo'p, eshikni yopib qo'yamiz. Xo'p, bu yoqda atrofimizda 4 ta minora va mana bu yerda yashiklar. Bu yerda esa bemalol bunaqa qilib o'tirib olib, qarash takoy, gaplashib o'tirsanglar bo'ladi. Bu yoqda stanoklar, xullas va hokazo narsalar. Bu yoqda esa minoraga kirish joyi do'stlar. Bu yoqda yo'lak, bu yoqda ham yo'lak. Ya'ni minoralarni bir-biriga ulab turuvchi yo'lak. Bu yerda esa unaqa, ya'ni tashqaridagi dushmanga o'q uzish uchun yoki kuzatib turish uchun ular yo'lakcha bor ekan do'stlar. Bu tomonda ham men juda ham yoqtiraman mana shunaqa joylarda yurishni va endi minoraning tepasiga chiqib ko'ramiz do'stlar, bu yerlarda nimalar bor ekan. Yaxshi, bu yerga qo'riqchini qo'yib qo'yib, mana bu tashqaridagi dushmanlar nima qilayotganini kuzatib turish mumkin. Faqatgina dushmanlar emas, do'stlar, xullas minoraning atrofida nimalar bo'layotganini kuzatib turish mumkin ekan. Minorani deyman, bazani atrofida, ya'ni minora orqali kuzatib turish mumkin do'stlar. Mana bunaqa joylar menga juda ham yoqadi deb o'ylayman. Juda ham cho'tki chiqibdi deyarli hammasi udar. Mana bu old tomon va bu yoqda esa bizning sheriklarimizning bazasi joylashgan va biz ularga, misol uchun mana buni olib turib, o'q otishimiz mumkin do'stlar. Mana qilib shunaqa. Menga mana shunaqa joylar juda ham yoqadi do'stlar. Ana bo'lmasam, sekin tepasiga tushaveramiz do'stlar. Xo'p, tushamiz. Yaxshi. Eshiklar ham juda ham ajoyib ekan bolalar. Juda ham cho'tki. Men sizlarni ba'zilarini polni ko'rib chiqdim va bu menga yoqdi. Endi qolganini obunachilarga topshiramiz do'stlar. Obunachilar, YouTuberlarning bazasini ham ko'rib chiqdinglar. Endi esa bularga o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmanglar. Biz esa obunachilarimiz qurgan bazaga o'tamiz. Xo'sh bolalar, endi sizlarnikini ko'rib chiqishga o'tamiz. Qani bo'lsam, meni ichkariga kiritinglarchi. Juda ham yaxshi, ajoyib mexanizmli eshik do'stlar. Bular tayyor eshik qo'yishmagan, o'zlari qurishgan. Shuni ham inobatga olamiz do'stlar. Xo'p, ular tepaga ketishdi. Mayli. Biz esa ungacha ko'rib, keyin ulardan keyin chiqamiz. Bu yoqda stul va bu yoqda ichimliklar do'stlar. Bir dunyo ichimliklar. Bu yoqda ham bunaqalar mana bunaqa gelik turibdi ekan. Yaxshi gelik. Qani o'tirib ko'raylikchi. Yaxshi ishlar ekan, yurar ekan. Bu olishimga sar qoldi. Ajoyib do'stlar, joyiga qaytarib qo'yib qo'yamiz. Men gelikka unchalik qiziqmayman do'stlar. Normalniy mashina. Mana bu yerda motor ham bor ekan. Buni motori ancha kattaroq ekan do'stlar. Bularni qaranglar eshiklarini. Yaxshi. Xo'sh, chiroqlar yonadimi buni ham? Chirog'i ham yonar ekan. Juda ham ajoyib. 07niki yonganda endi buniki yonmasa bo'lmaydi-ku. Hozir bo'lsa kech payt qilamiz-da, kech paytda sinab ko'ramiz chiroqlarini. Yaxshi. Mana bunaqa nurlari bilan takoy qilib ishlangan ekan. Juda ham ajoyib do'stlar. Xo'p, mayli, biz esa chiroqlarni o'chirib qo'yamiz. Buni ham akkumulyatorga o'tirib qolmasin taqin. Keyin bizning obunachilarimiz xafa bo'lib qoladi. Chirog'ida o'chdi. Mayli. Tushib ketaveramiz. Hech narsa qilmaydi do'stlar. Tashqariga olib chiqib ham haydab ko'rish kerak edi buni. Do'stlar, hozir tepaga, ya'ni asosiy minora joyiga chiqib ko'ramiz do'stlar. Bu yoqda golemlar atrofni qo'riqlab turishibdi. Juda ham ajoyib. Keyin esa mana bu baland minoraga ham chiqamiz do'stlar. Ungacha
tepani bir ko'rib chiqish kerak. Nu tepada oddiy ekan, hamma yoq bir xil ekan. Shuning uchun mana shu yoqqa ketaversak ham bo'laveradi. Narvon. To'rt tomon ham narvondan iborat va bu ajoyib do'stlar. Hop. Juda ham ajoyib do'stlar. Mana bu yerni qaranglar. Oynali ham yo atrof bemalol ko'rish imkoniyatini berar ekan do'stlar. Mana ularniki 4 ta pasayroq, bularniki bitta baland ekan do'stlar. Bu juda ham ajoyib. Ularniki ham ularnikidan qolishmaydi ekan do'stlar. Menimcha hamma joyini ko'rsatib bo'ldim shekilli, endi pastga tushsak ham bo'laveradi do'stlar. Hop, sekin hoppa, chiqamiz. Hoppa, yaxshi. Xo'p. Endi eshikni ochamiz. Mana bu geylik esa juda ham ajoyib. Buni bir olib chiqib minib ko'rish kerak deb bir do'stlar. Hoppa. Juda ham ajoyib ekan do'stlar. Unchalik oson bo'lmayapti buni minish. Yengil mashinalarni minish osonroq bo'ladi. A few minutes later. Do'stlar, mana ko'rdinglar, YouTuberlarimiz hamda obunachilarimiz qurgan o'z bazalarini hammalarga obzor qilib chiqdim. Endi izohlarda yozib qoldirishni unutmanglar. Sizlarga kimning bazasi ko'proq yoqdi? Obunachilarimizniki yoki YouTuberlarniki do'stlar? Agar sizlar mana shu videolarga qatnashish xohlasanglar, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishni unutmanglar.